Demak, Nodirbek Ismoilov ikkinchi qism 91 yo'q, 19. Ha, 19-variant. 33-35. 33-135. Hop. Sog'lom odamlarda gametogenez jarayoni normal kechganda ayollarda 22 ta autosoma va bitta jinsiy X xromosoma saqlovchi tuxum hujayra. Erkaklarda 22 ta autosoma va bitta X yoki Y xromosoma saqlovchi spermatozoid hosil bo'ladi. Hop. Gametogenez jarayoni buzilganda esa jinsiy xromosomalarning tarqalishi buziladi va ularning bir qutbga o'tib ketishi kuzatiladi. Quyida keltirilgan shartlarda hosil bo'lgan zigota haqidagi to'g'ri fikrlarni moslashtiring. Hop. 33. 23 ta autosoma va bitta jinsiy X xromosoma saqlagan tuxum hujayra bilan Y xromosoma saqlagan normal spermatozoid o'zaro qo'shildi. 45/XY bu Down bu. Qaysi? Down sindromi o'g'il bola, qiz bola? Down o'g'il. Javob. 34. 22 ta autosoma va ikkita jinsiy X xromosoma saqlagan tuxum hujayra bilan bitta jinsiy X xromosoma saqlagan normal spermatozoid o'zaro qo'shildi. X trisomiya. B javob. 35. 22 ta autosomaga ega lekin jinsiy xromosomasi yo'q tuxum hujayra bilan bitta jinsiy Y xromosoma saqlagan normal spermatozoid o'zaro qo'shildi. Unaqa bola yashamaydi. 3-oydayoq tabiiy abort bo'ladi. Rivojlanmaydi-di. Yashovchi emas. Kitobda yozgani tabiiy abort degan. Yashovchan emas. Javobiga. Stabillashtirish tanlanish hisoblanadi. Bo'ldimi? Ha. Bu nima ekan? Nazariya ekan. Cho'ta nimadir neto. Video yozyaptimi? Men ko'rinyapmanmi? 36. Aha. ADN nukleotlari soni 280 tani tashkil etgan DNK qo'sh zanjiri asosida informatsiyani RNK sintezlandi. Translyatsiya jarayonida 200 ta tRNK nima edi u? Transport RNK ishtirok etib, aminokislotalarni translyatsiya joyiga yetkazdi. Demak, 200 ta aminokislota degani. Hop. DNK qo'sh zanjiridagi vodorod bog'lash sonini aniqlash topkadon hisobga olinmasin. Yaxshi. 200 ni 3 ga ko'paytiraman. 600 nima u? Bir zanjir. Ikki ADN bo'lsa, guaninga qancha qoladi? 320 dan. Nimani so'rayapti? Vodorod bog'lash sonini aniqlang. DNK qo'sh zanjir. Bo'ldi. Jamiga kimni qo'shdik? Guanin. Cho'ti delish. Nima bu joyiga kelmadi? Foycha qisqartiringda, foy masshtab kattalashib ketdi. Yo'q, masshtab joyida. Yana-chi. Xullasda. Bo'ladi. Savollar yo'qmi? Oson, ha? 37. Aha. Qoramol zotlarining sut tarkibidagi yog' miqdori 2 juft polimer genlarga bog'liq. Hop. Genotip A katta 1. Nechta katta A'si bor? Hop, katta A1, kichkina A1, katta A2, kichkina A2 holatda sut bo'lsa, tarkibidagi yog' miqdori 500 gram. Hop.
O bitta katta, biri, Hop, 3 ta kichkina, birinchisi bir, qolgan ikkitasi 2. hop. Sut tarkibidagi yog' miqdori 450 gram. Demak, ikkita katta A qo'shilgan ikkita kichkina A 500 ta, bitta katta A qo'shilgan 3 ta kichkina A 450 ta. Pastni 2 ga ko'paytirib ayrib olsak qisqarib ketadi. 6 dan 2 ni ayirsak 4A teng 900 dan 400. Demak, kichik A teng 100. Katta A teng 150. O'qing. Yung qavatining kaltaligi katta B. Uzunligi kichkina B. Quloq suprasining kengligi kattasi, torligi kichkinasi. Ustidan to'liq dominantlik qilib, turli avtsoma xromosomalarda joylashgan holda irsiylanadi. Xo'p. Chorvachilik xo'jaligida yuqoridagi genlar bo'yicha trigeterozigota genotipli quloq suprasi tor, urg'och qoramol bilan To'xtang, quloq suprasi tor, urg'och qoramol bilan. trigeterozigotami? Ha. Xo'p. Trigeterozigota genotipli yung qavati uzun, erkak qoramol chatishtirilib, F1 da faqat urg'och qoramollar olindi. Aytaverim. F1 avlodining necha foizini yung qavati kalta, quloq suprasi keng va sut tarkibida 550 gram yog' bo'ladigan qoramollar tashkil etadi. Xo'p, birinchi o'rinda. Qarang. Har ikkisida ham bu qanaqa? Digeterizigota. Bu kumulyativ polimera. Kumulyativ polimerada F2 dan nisbat qanaqa edi? 1-4-6-4-1. 1-4-6-4-1. Ya'ni bittasi necha? 150 dan 4 tasi 600 bo'lsa, keyingisi 550, 500, 450 va 400 bo'ladi. Bizga qanchasi kerak? 550. 550 nechta? 4 taqsim 16 ta. Keyingisi heterozigota B bilan resessiv B da 1 taqsim 2 ga 1 taqsim 2. Xo'p, bu oxirgisi heterozigota C bilan resessiv C'lar, bular ham. Xo'p, qisqasi 4 taqsim 16 ko'paygan 1 taqsim 2 ko'paygan 1 taqsim 2. Sonini so'rayaptimi, foizinimi? Qoramollar tashkil etadigan foizi. F1 da necha foizini yung qavati kalta, quloq suprasi keng va sut tarkibida 550 gram yog' bo'ladigan qoramollar tashkil etadi. Quloq suprasi keng, yungi kalta. Demak, javobimiz olti butun 125%. Savollar? Aniqmi? O'zinglarga qaranglar lekin. 38. Aha. Karam o'simligida gultoj barglarining to'q sariq rangda bo'lishi katta D. Och sariq rangda bo'lishi. Dmi? Ha. Yaramas. Poliploidiya haqida kelyapti bunda ham. Ha, poliploidiya. Och rangda bo'lishi. Och rangda. Hop. Och sariq rang. Och sariq, hop. O to'liq dominantlik qiladi. Gultoj barglari to'q sariq rangli, ikkita D genotipli karam o'simligi. Katta D. Aha. Gultoj barglari och sariq rangli kichkina ikkita D genotipli karam o'simligi bilan chatishtirilib, hosil bo'lgan D genotipli to'q sariq gultoj bargli karam o'simligi eksperimental. Xo'p, nima bo'ldi keyin? Nechtalik bo'lib qoldi? 8 ta katta D, 4 ta kichkina G genotipli oktaploid navli karam o'simligiga aylantirildi. Xo'p. Ushbu oktaploid navli o'simlik o'zini changlantirish natijasida 19600 ta avlod olingan bo'lsa,
hosil bo'lgan avlodning nechtasi to'q sariq gultoji bargli o'simliklar tashkil qilishini aniqlang. Yanami? Xo'p. Buni kichraytirib turayin. Bo'pti. Nima qilamiz? Nima bu? Bu paytda Uxlayotgansiz bu paytda? uxlayapti bu payt. Miya dam olyapti. 3 kuchni qo'shsak. Demak, bu yer. Sakkiz yen. Bo'ldi. Demak, bizning gametalarimiz mana bu 1 4 6 4 1 ni nimasi bo'ladi? Kvadrati. Hop 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 hop. Endi kichraytirsam kichrayar, ha? Kichray. Demak, bizda nechta gameta hosil bo'lar ekan? 3 4 5 ta. 5 talik gameta bo'lsa, men demak 6 ga 6 lik tushiraman. Oltiga oltilik. Gametalarni yozishni boshladim. Birinchisi. Birni o'zi. Bitta demak. Nima bo'ldi? Kattada. Keyingisi 4 ni kvadrati. Nima bo'ladi? Kattada. Kichikda. Keyingisi 6 ni kvadrati. Kattada, kichikda. 4 ni kvadrati. Oxirgisi 1 ni kvadrati. Yana. Bu tomon ham xuddi shu tartib. 16 ta. Faqatgina qayerda sariq chiqadi? Bu yerda. Bitta nima bo'ladi hammasi? To'q sariq gultoji bargli. Och sariq. Jami qarang. Bu tomondan ishlarganingiz gameta bo'ldi. Nechta? 70. Naryoqda ham 70 ta. Ya'ni 490 tani ichida 489 tasi to'q sariq. Bizda nechta? 19600 ta. To'q sariq sonini so'rayaptimi? X hisoblaychi. Endi sal-pal buni mana uni mohiyatiga tushundinglarmi? Paskal uchburchagini. Ana bu chiqqan son o'zi gametani sonini bildirmaydi. Nimasi bildirar ekan? Kvadrati. Bitta 4 ni kvadrati, 6 ni kvadrati, 4 ni kvadrati, 1 ni kvadrati. Bizda necha chiqqan ekan? Nimani? 9596. Ha, mana demak sizlar xato ishlabsizlar-da, boshqatdan hisoblanglar-chi. 2 marta hisoblandi. 490 qayerdan keldi? 70 ni 70 ga ko'paytiring. 4900 mi? To'g'ri chiqdi, mana buni to'g'ri chiqyapti.
70 ni 70 ga ko'paytiring. 4900 mi? 4900 bo'lsa, unda men adashgan bo'laman. Qanday bo'ladi mana endi? 4899 ta. Unda mana bu 19596 ta chiqadi. Qisqasi ishlanish yo'li bir xil. Ya'ni mana 4900 qanday chiqdi? O'zi 4 ta bor ekan xolosda u 19600 ta ichiga. 40 yo 39. Qiyin mana bu. Keyin nima qizig'i bor, hali o'tmaganman-ku demadingiz. Bundan oldin uxlab yaxshi qilgan ekanman. Shunaqa mikrofon tutqizib qo'ygan odamimiz uxlab o'tiradi dars paytida. Miya dam oladi, uxlamayman men. Farqi bor uxlash bilan. Uxlataman deb, o'qing. Ushbu oziq zanjiriga asoslanib bo'rilar populyatsiyasida individlar soni aniqlangan. Bitta bo'rining vazni 6 kilogramm. O'simlik 40 tonna, 20% hasharot, 80% to'ng'iz. 20% Hasharot, hasharot, 80% to'ng'iz. 80% to'ng'iz. Hasharotni O'simlik o'zi qancha edi? 40 tonna. 40 tonna. 40 tonnani 20% necha bo'ladi? 8 tonna. 80% 32 tonna. 32 tonna. 8 tonna hasharot yegan, 50% yesa hasharotimiz 800 kilogramm bo'ladimi? Ha. Mana bu esa 3200 kilogramm. Xo'p, 800 kilogrammda 400 kilogrammini to'ng'izga, 400 kilogrammini tulkiga beryapti. 50% kim? Tepada kim? Tulki Tulki. 50% hisobiga qancha bo'ladi u? 400. 400 yesa. Buni hisobiga u 40 40 kilogramm bo'ladi. Qolganini kim yeyapti? To'ng'iz. 50%, ya'ni u 400 kilogramm. 400 kilogrammning hisobiga u qancha semiradi? 40. 3240 bo'ladi. Demak, to'ng'iz qancha bo'ldi? 3240. Hop, 100% bo'ri. 100%. Bo'ri. Bo'ri qancha yeyapti? 3240 desa, demak u qancha bo'lib qoladi? Aha. Bitta bo'rining vazni 6 kilogramm. 54 ta. Bo'ldi. Hali yemadi, nima edi? Oziq zanjiri. Oziq zanjiri. Savollar? 40. Quruq. Hop. Ma'lum bir DNK fragmentining birinchi zanjirda joylashgan adenin, guanin va sitozin nukleotitlari o'zaro 1-2-1,5 kabi nisbatda. 1-2-1,5. Ikkinchi zanjirdagi adenin nukleotitlari DNKdagi jami nukleotitlarning 12,5% tashkil etadi. Hop. Fosfodifil bog'lar, vodorod bog'lar farqi necha ekan? 422 taga kam. 400 taga kam bo'lsa, qarang. Farq 420. Ikkini ayirib olsak guanin kelib chiqadi. Guaninimiz nechta? 420 ta. Ha, bizda guanin mana edi. 2x ta va 1,5x qo'shib olsak. 420 ga bo'lsak 120. Demak, timin 120 ta, 240 ta, 120 ga 60, 180 ta. Ularni jami qo'shib olsak. Hop, 360 Qavay? 400 500 540. 540imiz 37,5% hisoblaymiz. 12,5%imiz qancha bo'ladi? 180. Nimani so'rayapti?
DNK fragmentidan sintezlangan oqsilning og'irligini D Xo'p, toping. 540 ga bir zanjirda hisoblaymiz birinchi. 540 ga 180 ni qo'shsak 720. 720. Amino kislota 720 bo'lingan 3. 240. Uni og'irligi 120 mikan? 28. To'g'ri. Daltonmi? Dalton. Dalton? Dalton. Layga o'xshatdi ana. Datlonmi? Daltonmi sen? Savollar? Yo'q.